Do'stlar, biz yanchishni boshladik, ya'ni qirqishni. Qashaq qirqilyapti. Mana qo'y bemalol yesa bo'ladigan holatga keldi. Qashaq. Somon bilan beta presda mayda holatga chiqarib beradi. Mol yeydimi, echki yeydimi? Shunaqa aka. Masalan, mollarga davom etamiz. Do'stim qarang, bu nimaga yonyapti hozir? Ko'mirgan yoki hokagan? hokaga aka, ko'mirdan ham arzonroq hokasi bo'ladi-yu, arzoni. Maydasi? Maydasi, o'shanga yonyapti aka. Ko'rsatadigan bo'lsangiz, o'sha 4 kilovatlik ketan motorimiz. Xuddi shuni 3,5 kilovatlik bor. Bu 2400 ming ekan. Bu 2800 millik 4 kilovatlik ketan motorimiz. Bu misli Ariol motori. Hozir shunda necha xil bo'lyapti hozir tabriklar? Katta kichikligi bilan narxi 3 xil chiqadi. Adres qanaqa edi? Adres Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Undan tashqari topa olmaydigan insonlar uchun lokatsiya tashlab berasiz. Telegramdan, WhatsAppdan murojaat qilishsa aka, pastda raqamlarimizga bemalol lokatsiya tashlab beramiz. Kelib, ko'rib ketaveradi. Usta Azizbek, mazangiz yaxshimi? Sheringiz yaxshimi? Alaykum assalom. Bo'lyaptimi? Rahmat. Zo'r narsa ekan, lekin zo'r narsa. Gaz shart emas, Gaz shart emas aka. Do'stlar, ikki xil ixtiro. Mana bu narsa hamda atala qozoni. Hozir mana shular haqida yaxshilab tanishtirib o'tamiz. Undan tashqari bizda bu yerda drabilkalar bor. Zo'r narsalar hammasi juda ham arzon. Shu yerda ishlab chiqariladi. Ya'ni ishlab chiqaruvchi joyida videorolik qilyapmiz. Qaranglar, birinchi navbatda hozir bu haqida gaplashamiz, atala qozon haqida gaplashamiz va undan keyin arzon drabilkalarni sizlarga ko'rsatamiz. Adres qanaqa edi? Adres Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan aka. Undan tashqari topa olmaydigan insonlar uchun lokatsiya tashlab berasiz. Telegramdan, WhatsAppdan murojaat qilishsa aka, shu pastda raqamlarimizga bemalol shu lokatsiyani tashlab beramiz. Kelib, ko'rib olib ketaveradi aka. Zo'r. Do'stlar, biz videorolikni boshladik. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, bittadan like ni bosinglar, biz davom etamiz. Do'stlar, qarang, bu nimaga yonyapti hozir? Ko'mirgan yoki hokagami? Hokaga aka, ko'mirdan ham arzonroq hokasi bo'ladi-yu, arzoni. Maydasi? Maydasi, o'shanga yonyapti aka hozir. Hozir buni nimalarga ishlatsa bo'ladi? Aka, birinchi navbatda hozir mana ko'rib turishgan o'sha o'chirib qo'ying, bo'lmasam ovozi pasayadi. Ovozi qo'shdi. Sovuqini xalaqit qiladi aka. Hozir birinchi navbatda mana ko'rib turishganda atala qozonga mana 350 litrli qozonni 1 soat 1,5 soat qaynatib beradi. Bu chorvador akalarimiz bilishadi o'zi aka. Mol boqadigan fermerlarimiz atalani qaynatib beradi aka. Undan tashqari aka, qishloq sharoitida masalan gaz yo'q bo'lsa, boshqa yo'q bo'lsa aka, kirlarga qaynatsa bo'ladi aka, oddiy suvlar. Katta yonkislar kerak bo'lsa. Yonkislar. Undan tashqari aka, haligi nimalarga ham olishyapti. Shashlik pishirishadi-ku aka oshxonalarda. Ha. Yana undan tashqari do'stlar, gazoblok, umuman shunaqa narsalarni ishlab chiqarish uchun suvni isitish kerak. Zo'r narsa ekan. Gaz endi bo'lish shart emas unaqa joylarda, ba'zida gaz tushmagan joylarga kerak bo'ladi. Eng arzon variant aka bu. Do'stim, qarang, bu 350 litr ekani. Hozir bu bilan bu ketaveradi, bitta komplekt bu. Komplekt ketaveradi aka. Alohida bo'ladigan bo'lsa, bu narxi necha pul hamda bu necha pul? Xo'p aka, alohida bo'ladigan bo'lsa, garilkamizning narxi 1 million so'm aka. 1 million so'm. Masalan aka, mana yonmayotgan holatni ko'rsating-da mana. Nimaga 1 million so'm deyapmiz? Drabilkaga ishlatiladigan qalin 8 li turbadan foydalanamiz. Stenka so'zi qalin. Yillab foydalansa ham aka hech narsa qilmaydi bu. Ko'pchilik nima deydi, balonni diskasini ishlatadi, u yupqadi u. Shunaqa aka. Endi qozonlarimizga keladigan bo'lsa aka, bizda nalichida asosan mana 280 litrli, 350 litrli bo'ladi. Nimaga? Ko'p zakaz shunga tushyapti. Xo'p, 350 litrli qozonimizning narxi 1 million 100 ming so'm aka. 1 million 100 ming so'm. Dastavkasini O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Dastavkasidan tashqari narxi shunaqa. Dastavkasi 50 ming, 100 ming viloyatlarga qarab farq qilib qolishi mumkin. Endi 280 litrligimizning narxi 900 ming so'm. 900 ming so'm. Bu sal 20 litr kam 300 litrda bu. Endi undan tashqari aka, bizda zakazga xuddi shunaqa qozonni konteynerlikda qalin joyidan to'rtburchakdan qilib beryapmiz. Do'stlar, bu konteynerdan yasalgan qalin zo'r narsa. Bular ham aka 350, 280 aka. Demak, mana bu narsa 1 million so'm. Bu 1 million so'm. Bu faqat hokaga va ko'mirga yonaveradi. Tappiga ham yonaveradi aka. Tappiga ham yonaveradi. Mana komplektida aka shunaqa motorchigi bo'ladi. Bemalol paspalat qilib ishlatsa bo'ladi aka buni. Zo'r. Agar do'stlar shunaqa narsa kerak bo'lsa, eslatib o'taman. Ekranda nomer turibdi. Shu nomerga telefon qilib gaplashib sotib olaverasiz. Biz esa endi nima qilamiz? Drabilkalar olamini o'tamiz aka. Ketdik. Qani.
Hammasi mana shu joyda ishlab chiqariladi. Qaranglar, sal mahalladan uzoqroq joyda, tinchgina joyda, sex kattakon. Ha. Hop, bu hali kraska qilinmagan ekan. Bu aka mana xom holati, tayyorlanmagan holati. Ko'rinishidan ikki xil bo'ladi aka drabilkamiz. Mana shunaqa yumaloq. Biz pushka deb ataymiz aka o'zimiz tilimizda. Endi to'rtburchak variantimiz hampa deb ataymiz. Keling, yangilarini ko'ramiz. Ya'ni yangi bitgan. Ko'ringan holati masalan ikki xil bo'ladi. Endi aka tayyor holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu yoqda aka zakazga terib berganmiz. Ko'rinishi ikki xil xolos aka. Mana shu to'rtburchak varianti bor. Tayfun, bularning brendi nomi. Brendimiz Tayfun. Ikkinchisi yumaloq ko'rinishi. Yumaloq ko'rinishi. Bular hammasi yanchiydi, don. Aka universal, ho'l quruq, don, hashay hammasini chiqaraveradi aka. Qo'li Qulaylilari aka holasi g'ildirak holatda qilib beramiz. To'rtburchagiga holasi shunaqa g'ildirak holatda. Mana g'ildiratib ko'rasiz. Qani g'ildirak oson bo'ladi. Endi mana bu yoqda aka yumaloq variantimiz bor. Buni holasa yonboshlatib chiqarsa ham bo'ladi. Siljitmoqchi bo'lsa ham o'zimiz uy aravacha bor-ku aka, shunaqa holatda mana yetalab. Dahshat lekin. Yursa bo'laveradi. Zo'rmas ekan lekin. Endi ko'rinishi aka masalan 2 xil bo'lgan bilan 3 xil narxda chiqadi bizda aka. 3 xil. Xudo xolasa videoda oriq ko'rsanglar, narxlarini, dastavkalarini aytib o'tamiz. Hozir bu nechta molni ta'minlaydi? Xo'p, aka bu mana 3.5 kilovatli drabirkamiz bu aka. Eng arzon drabirkamiz. Bu 10 tagacha mol depilaveradi aka. 10 tacha molda 15 ta mol beraveradi. Sotda, bug'doy, makka jo'xori hamma narsani maydalaydi. Almashadda setkasi. Setkasi almashadi. Universal 3 xil setkasi bo'ladi. Hashayga, donga, yormaga. Mana bu regulovka qilish uchun qilib qo'yishibdi, qaranglar. Zo'r narsa ekan lekin. Shu yerdan masalan tashab qo'ysa bunkerga makka bug'doylar o'zi avtomatik tushib ketaveradi aka. Do'stlar, hozir hammasini narx-navodan ko'rib chiqamizda, keyin drabelkalarni sinab ko'rish uchun bularni albatta ishlatamiz. Eslatib o'ramiz narxini. Nech pul dedingiz? Xo'p, narxi aka, xo'p, mana shu 3.5 kilovatli drabirkamizning narxi shu yerdan kelib olib ketsa 2.400.000 so'm aka. 2.400.000 so'm. 220 ga ishlaydi. 220 oddiy tokda, past toklarda ham ishlayveradi aka, 160 gacha bo'lgan toklarda ham ishlayveradi. Ana ekonomishni narsa. Endi mana bu yerda aka 4 kilovatli o'sha titan alyumin motor bilan jihozlangan drabirkamiz narxi 2.800.000. Shu yerdan kelib olib ketsa. Endi baquvvat drabirkamiz, ya'ni motori Ariol misli motor bilan jihozlangan 3.300.000 so'm. 3.300.000. Dastavkasini O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Viloyatlarga qarab 50.000-100.000 qo'shilib qolishi mumkin dastavkasiga. Yo'l kirasiga. Dastavkadan tashqari o'sha 2.400.000 so'm, 2.800.000 so'm, 3.300.000 so'm. Qancha molga ta'minlaydi bu? Ulguradi? 20 ta, 25 ta, 40 tagacha molga ta'minlayveradi. Tagacha bilib olsak bo'ladi. U kattaroqqa yo bir xilniki u? Yo'q, kattaligi bir xil. Bu yerda aka motor quvvati, motor quvvati. Masalan aka, layfhak o'rgatib ketaylik, nima obunachilaringizga. Ko'pchilik savol berishadi aka, masalan, bizda qishloq sharoitida tokimiz past, 160, 170 gacha tushib ketadi qishlarda deyshadi. Buni faqat yozda ishlatishmaydi-yu. Qanaqa motor tavsiya qilasiz deyshadi. Past toklarda, masalan, tokliklar past bo'lsa, alyuminli motorimiz tavsiya qilamiz. Ya'ni 170 gacha bo'lgan tokda ham ishlayveradi. Endi tokliklar 190 dan baland bo'lsa, misli motorimizni tavsiya qilamiz. Zo'r. Xo'p, demak, hozir drabelkalar mana shulardan iborat-a? Aha. Mana aka motorlari ko'rsatadigan bo'lsangiz, o'sha 4 kilovatli titan motorimiz bu. Xuddi shuni 3.5 kilovatligi ham bor. Boya 2.400.000 deganimiz, bu o'sha 2.800.000 4 kilovatli titan motorimiz. Bu misli Ariol motorimiz aka. Hozir shunda nech xil bo'lyapti hozir drabelkalar? Xo'p, katta kichikligi umuman. Katta kichikligi bilan narxi 3 xil chiqadi. 3 xil. Endi yana bitta aka, ko'pchilik anaqa nima qildi? Bir og'zini kattalashtirib beringlar deb savol nima qilib kommentariyaga yozishgan aka. Mana aka. Pushkani narxini farqini ko'rsataylik. Mana shu pushka variantimiz ko'rib turganingizdek aka, bu kattaroq. Mana bu kichkina, mana bu kichikroq. Обычный. Mana hozir ichini olib ko'rsataman aka, anaqasini. Solishtirib ko'raylik-da mana bu bilan. Mana masalan bu drabirkamiz og'zi kichikroq mana. Solishtirib ko'rishsa bo'ladi aka, tushadi ichiga. Og'zini kattalashtirib beringlar deb zakaz qilishsa aka, buyurtma asosida uni ham qilib beraveramiz. Buni narxiga 100.000 qo'shilib qoladi. Narxida 100.000 katta bo'lganligi uchun ham emas. Ichida aka pichoqlariga bor-ku, nima qo'shiladi. Двойной pichoq qilamiz. Ichlarini ham ko'rsatib o'tamiz aka. Ularda ham o'zgarish bo'ladi, to'g'ri? Ha. Pichoqlari. Ochilib yopilishlari ham oson ekan. Masalan, bitta harakat bilan ochilib yopiladi. O'shalik gayka bo'ldi emas, kruchoy bilan ochilib yopiladi.
Zo'r mana. Tayfun, xuddi o'zida. Qarang, hozir bularni ko'rib chiqqandan keyin aytgancha so'ramoqchi edim, bularni kafolatda, garantiyasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, garantiyasini aka biz og'izda emas, qog'ozda qilib beramiz aka. Mana aka, hozir bizda har bitta sotib olinayotgan drabelkada aka mana shunaqa buklet qilib qo'yganmiz aka. Mana 6 oy garantiya. Bu yerga qaysi manzilga ketyapti, nechinchi kuni ketyapti, necha oyga, yana hammasini yozib qo'l qo'yib beramiz. Familiyani yozib qo'yiladi. Endi ichini ochishadigan bo'lsa aka, drabelkamiz haqida ma'lumotlar bor. Instruksiya ketadi. To'rt burchagi, yumolog'i, qanaqa motor, nechta pichog'i bor. Orqasini ochishadigan bo'lsa aka, shu yerda mana qo'llarga yetib borgandan keyin skaner qilishsa, o'zimizni masalan YouTube'ga, Instagramga yo Telegramga, ijtimoiy tarmoqlarga olib kirib beradi. Batafsil ma'lumotni olishaveradi. Shu yerga kelib olib ketamiz desa ham, manzilimiz lokatsiyasi bor shu yerda aka. O'zingizning YouTube kanali bor. Tayfun Uz degan kanalimiz bor. YouTube'da. O'sha kanalimizga o'tib ham batafsil ma'lumotlar olishlari mumkin aka. Endi aka sepkalari haqida. Masalan 3 xil sepkamiz bor aka. Bunimiz hashakka mana. Masalan har qanday hashayda aka mayda holatda chiqarib beradi bu. Bu donni yorma qilib beradi. Jo'jalar bo'lsin, makka bo'lsin, hali makkani sotasi bo'lsin, yorma qilib beradi. Jo'jalarga, masalan mol qo'ylarga, ko'pchilik qo'yga yorma qilib beradi aka. Endi bunisi un ko'pay holatga keltirib beradi shu donlarni. Maydasi bu. Masalan hali yemga, atalaga, molga, qo'yga sep bersa bo'laveradi uni. Zo'r. Usta Azizbek, keyin kattarog'idan bormi? Haligi 1000 ta, 3 fazalidan ham bor. Hozir bu yerda tugab qoldi. Biz zakaz asosida qilib beryapmiz aka. Masalan, katta fermalarga narxini aka o'sha 9 milliondan 11 million atrofida bitadi. Katta 3 fazali drabelkamiz. Masalan, u zakaz asosida qilib beraveramiz. Demak, katta fermalarga yasab beraverasiz. Faqat zakaz tushsa bo'ldi. Zakaz tushgan sirazi. Hozir bu yerda tugab qoldi aka, u bizda masalan zakazga qilib beramiz-da. Do'stlar, qaranglar, haqiqatdan bu yerda drabelkani hamma turini yasashadi, katta, kichik. Ko'rasiz, mana bu yerda usta ishlayapman, kelganda ham ishlayotganda. Lekin zo'r joy ekan. Eslatib o'tamiz, mana bu yerda nima turibdi. Biz esa hozir mana shu drabelkalardan qaysi birini ishlatib ko'ramiz. Qaysi birini ishlatib ko'rsak bo'lar ekan? Aka, birinchi o'sha misli motorimizda o'sha beda press chiqarib ko'ramiz. Keyin ichki sxemalarni bitta chiqarganimizdan keyin ko'rsatib o'tamiz aka. Zo'r. Mana shundan boshlaymiz, a? Bo'lmasam boshladik aka, yoqaveramiz. Boshladik. Bismillah. Do'stlar, biz yanchishni boshladik, ya'ni kiritishni. Hashak qilinyapti. Mana somonni ham solib ko'r. Mana somon. Bu aka beda press. Beda pressi ham holatdagisi, beda press. Chang holatdagisi. Somonni ham chiqarib ko'r. Kamroq sol ani. Chang o'tayapti. Changda qolgan ekan ishlaydi. Lekin yanchishi zo'r. Somonda aka changi bo'ladi-da baribir. Bo'ladi. Buni ozgina namlab chiqarsa ham bo'ladi, chang yo'qotish uchun. Xo'p, demak, do'stlar, biz o'chirdik. Hozir tomosha qilamiz, ko'ramiz qanaqa yanchidi. Mana qo'y bemalol yesa bo'ladigan holatga keldi. Dahshat. Mana somon bilan aka beda pressda mayda holatga chiqarib berdi. Mol yeydimi, echki yeydimi? Shunaqa aka. Masalan, mollarga mana sepkali holatda chiqardik-da. Sepkasini olib tashlab turib chiqarsa, bundan ko'ra sal yiriroq chiqarib beradi. Agar xohlasa, sal yiriroq kerak bo'lsa, bu hozir qo'y bob qilib berdi aka. Qo'y bopa, nushqut chiqarmaydigan holatda. Endi bo'lmasam, sepkasi holatda chiqarib ko'rsatamiz aka, somonni. Davay, shunday. Ochib sepkasini olib tashlaymiz. Olib tashlab. Ochilib yopilishi ham qulay aka, haligi aka bo'ldi emas. Yengil-a? Yengil, qulchoy bilan ochiladi. Mana shunaqa o'sha hashay sepkamizni olib tashlab turib chiqarib ko'ramiz endi. Bu zarar qilmaydi? Yo'q, zarar qilmaydi aka. Bu sal yiriroq chiqarib beradi aka endi o'shanda. Mollar uchun. Masalan, ko'pchilik so'raydi, bizga sal yiriroq chiqarish kerak, nima qilamiz deyshadi-da. Sepkasi holatda chiqarishaveradi aka. Demak, setkasini olib tashlagan holatda hashak chiqaramiz. Yanchaymiz.
bo'ladi, Avazbek. O'chirib. Bo'ldi, mayli. Hop, to'xtatamiz. Endi sepkasi holatda aka, Mana endi sal yirikroq chiqadi aka. to'xtadi. Ha, solishtirib ko'ramiz. Mana aka. Bu bilan solishtirsangiz, mana aka. Bu mollar uchun zo'r Qo'llar uchun ishga. yaxshi, sal yirikroq chiqarib beradi bu qo'ylar uchun. Xo'p, do'stlar, biz xashakni ko'rdik. Endi xashakni turi juda ham ko'p, hammasini ko'rsak tugamaydi. Hozir biz nima qilamiz? Donli narsani ko'ramizmi yoki? Bunda ham bitta aka, mana qo'l nimani chiqarib beraylik aka, qo'yamiz. Bor mana, mana o'zi. Xo'p, do'stlar, biz hozir qamishni drabelkaga solamiz, o'tib qo'ylagan. Qamishni bemalol chiqaraverasizlar. Keyin ustidan tikinishi. Simni ham sovormay yana qo'shib. Bo'ldi, o'chiraring. Xo'p, demak biz qamishni yanchidik, qirqdik, mana shu holatga keldi. Mol qo'ylar maza qilib yeydi. Endi bu rosa qo'lida shotga chiqardi. Gap yo'q. Xo'p, tayfuna. Do'stlar, mana shu nomerlarni yozib qo'yilgan ekran chetiga, xuddi shu nomerlarni telefon qilaverasiz. Endi qarang, do'stlar, bunday qilamiz. Aha. Xo'p, endi donni yanchib ko'ramiz, a? Endi aka qarang, o'sha setkamizni ko'rsatdik-ku, bittasida makkani yorma qilib chiqarib beramiz aka. Bittasida un kepak qilib chiqarib beramiz. Birdaniga yoqamiz ikkalasini. Gap yo'q. O'zi bu yer tayyor ekan. Makkani mana sotasi bilan ham bu yerni tashlab chiqarishaveradi. To'qib. Gap yo'q. Yo'q, tayyor ekan. To'q ochiq. Bo'ladi. Tak. Hop. Bunda Do'stlar, makka ozroq ekan. Mana aka bunisi Yanchida. un kepak holati. Makkamizcha ozroq ekan ichida aka. Bunisi yorma holati. Do'stlar, qaranglar, ikki xil bu yerda. Bu yerda почти unga aylantirib qo'yilgan. Ko'rasiz mana. Xuddi shu bir xil makka jo'xorini donlaydi. Un kepak holati ekan mana. Shunday holat. Un kepak ana o'zi Bunisi yorma aka, masalan makkani jo'jalari uchun, sotasi bilan chiqarsa ham bo'ladi, o'zini yorma qilib beraveradi aka mana. zo'r ana setkalar. Ko'pchilik aka mana bu narsani borku, yormani. Qo'yga sotib olishadi-da. Yoki tegirmonga olib chiqarishadi. Bitta mana drabelkadan olishsa, og'irlari ancha yengil bo'ladi aka, xudo xolasa. Demak, bunga makka jo'xori sotasi bilan o'zini yoki bug'doyni solsangiz, istagan narsangiz chiqara olasiz. Bu yerda mana bu narsada rol o'ynaydi birinchi o'rinda. Qaysi birini tanlasangiz, o'sha razmerda qilib beradi. Lekin zo'r gap yo'q lekin. Xo'p, usta bo'lmasam, yana oxirida narx-navosini esdan chiqib qolganlarga eslatib o'tamiz. Ikkovi nech puldan edi bular? Bular aka o'sha arzon drabelkamiz, 3,5 kilovatlik drabelkalarimiz. Ya'ni narxlari 2,400 mingdan. Shu yerdan kelib ketsa. Aha. Endi hop 4 kilovatlik drabelkamiz bo'lsa, mana og'zi kichkinasi bor, og'zi kattasi bor. 2,800 ming so'm. 2,800 Ha, bu og'zi kattasi 2,900 ming so'm. 100 ming so'm farqi bor. Endi misligi aka 3,300 ming so'm. Xo'sh. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Dastavkasiga masalan viloyatlarga qarab 50 ming 100 ming qo'shilib qolishi mumkin dastavkalariga. Endi shu yerdan kelib olib ketamiz desa, narxlari shunaqa aka. Zo'r. Xo'p, azizlar, qaranglar, videorolik mana shulardan iborat. Agar mabodo sizlarga kerak bo'lsa, istasangiz garelkadan boshladik yoki atala qozon yoki drabelkalar telefon qilib gaplashaverasiz. Mana esa ko'rsatuvni shu yerda yakunlasak, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.